son chanog'ida suva yemirilib почти уже yotib qoladigan holatga kelib bo'libdi bitta hojatimiz. Shunga endi protez qo'ydirsak bo'ldi, to'g'rimi? Yechim hal bo'ladimi ustoz? Mana 21 yillik katta ustozimiz Otabek akam ortopedik travmatolog, mana shu endi protez qo'yish bo'yicha respublikamizda o'z o'rinlari bor. Ustoz, shu hozirdan ham kesalar, ko'rsangiz, emirta-pemirtalarni o'zingiz aytib bering. Mana shuni qo'ysa qutulishligi haqida-da odamlar qo'rqadi. Ha, endi ko'pchilik operatsiya qilishga qo'rqadi. Yurak betlarni to'g'ri endi operatsiya qilishligiga hammada ham yurak betlar, lekin ko'proq shuna og'ir holatlarda operatsiya qilsak, o'sha kasalimizga to'g'ri yechim qilgan bo'lamiz. Ya'ni kasalimiz o'sha bir yotoq holatda yo yurishda qiynalishgan holatlarda yechimimiz to'g'ri bo'ladi. Kasallikni qo'ygandan keyin qo'ydirganlarga o'xshab shunday taroq qildirsam bo'lmasa ekan, qo'rqib yurgan ekanman degan fikrlarda aytishadi. Otabek aka, mana hozir sizni ustoz hamma qidirib yuribdi-da. Kantinga kelibsiz-da biotestga, ha? Xudo xolasa mana bugundan faoliyatimizni boshladik. Endi shu yerda kasallarimizga, xalqimizga xizmat qilamiz degan harakatdamiz. O'zi o'rtoqlar bilasizlar, kantin biotest mana 25 yildan oshiq tajribasi bor katta klinika hisoblanadi. Ustozimiz ham mana shu yerda faoliyatini boshlabdi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlardan ham o'rtoqlar mana shu klinikaga kelishadi. Suvakdagi muammolar bo'yicha ustozga kelaverasizlar. Sizlarga ham endi protez qo'yaveramiz, hozir. Sizlarga ham endi protez qo'yib beramiz. Endi ko'pchilikda sizlarda ham shikoyat ko'payib qolyapti. Suva yemirilishiga bormagan joy qolmadi. Qolmadi, lechiniyalar qayta oladi. Foydasi bo'lmaydi. Shunaqa holatlarda to'g'ri yechim bo'ladi. Agar shuni endi protezga o'tkazib qo'ysak, kasallar harakat to'g'ridan tiklanib oladi. Endi mana suva yemirilishini o'zi bo'yicha ham uchrasak bo'laveradi. Aynan bez operatsiya davolab bo'yicha. Bez operatsiya lechiniyalar qilamiz. O'zimiz hali yo'lga qo'ygan lechiniya usullarimiz bor. Shular bilan ham ko'pchilikga shifo bo'lyapti bu narsalar. Ana hammasi Allohdan, sababchisini chiroyli mutaxassislar qilib beradi. Manzilni yozing, lokatsiyani tashlab beraman. Ortoped travmatolog Otabekjonni qabuliga yozdirib qo'yinglar deb hojonat telefon qilib kelaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga hoziroq telefon qiling. Ustoz, sizga ham katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.